$17 ga mana shu 5 o'tishli shurpayortni ikkita batareyka, case, zaryadniy устройствоsi bilan kecha chiqazdik. Molotok funksiya, metal patron, blok funksiya ham bor. Buni sekin aylanmaydi deb aytishdi, qaranglar. Bu ikkinchi skorsda to'g'ri, sekin aylanmaydi, lekin shuni skorsini pastga tushirsangiz, uni sekin bossangiz, sekin aylanadi mana. Aylanishini ko'ryapsizlar mana. Sekin bossangiz, sekin, tez bossangiz, tez aylanadi. Mana bu endi sekin оборот deydi, endi tezlashtiramiz. Mana bu endi ko'ryapsizlar оборотni. Bu shotkali, bu 5 o'tishli. Bu $14. Bunda hamma funksiya bor, faqat patron blok yo'q va metallический emas. Mana sekin bossangiz, bu ham sekin aylanadi. Tez bossangiz, tez mana. Bu sekin оборотda. Tez оборотda. Bu $14. Qaysi birini olgan bo'lardinglar desam, 5 o'tishlidan ko'ra shotka yaxshiroq, обороты sekin bo'ladi. Bunda tez bo'ladi. Xullas qaysi biri ma'qul bo'ldi? Ustunli taraflari ko'p endi.